Sokinlikdan kuch topadigan qalblar uchun. Faryod asari. Birinchi qism. Muqaddima. Ushbu asarda hayot baxtsizliklari oqibatida umidlari so'nayotgan ikki insonning taqdiri mo'jizaviy tarzda bir onda kesishganligi haqida hikoya qilinadi. Unda hayot faqat oq va qoridan iborat emasligi, agar biz istasak, bir vaqtning o'zida butun olamning turli xil rangda tovlanishini ko'rishimiz mumkinligi bayon etiladi. Bugun biz ko'rib turgan simsiyoh rang ertaga butunlay boshqa rang bilan o'rin almashishi mumkin. Hayot qonuni shunday. Biz istasak baxtli, istamasak baxtsiz bo'la olmaymiz. Umrimiz davomida quvonchli va qayg'uli onlar o'rin almashib turadi. Romanda tasvirlangan ikki inson o'lim va hayotni bir vaqtda boshdan kechirgan. Birinchi qism. Germaniyaga ketish oldidan xuddi borishim bilan tezda tuzalib, ortga qaytaman, hatto chet elni ko'rib aylanib kelishga ham fursatim bo'ladi deb o'ylagandim. Afsus, kasallik meni ich-ichimdan kemirib, yo'q qilishini bilmagan edim. Istanbuldagi oxirgi oilaviy kechki ovqatimizni yeb bo'lgach, jamadonlarimni yig'ish uchun xonamga otlandim. Sumkamga buvim aslo yoningdan ayirma deb bergan muqaddas aqiq toshni ham soldim. Bu toshning omad va baxt keltirishiga ishonishadi. Tosh menga ham omad olib keladi deb bilardim. Samolyotga yuk olish hajmi chegaralangani uchun eng kerakli ashyolarimni oldim. Barcha rentgen qog'ozlarim, natija va tahlillarimni o'zim bilan olishim kerak edi. Vaziyat tong sahardan uyg'onishimizni taqozo qilardi. Chunki reysimiz ertalab 8:30da Sabiha Gokchen aeroportidan to'g'ri Frankfurtga uchadi. Frankfurtga kelishimiz bilan bizni men ilk marotaba ko'rib turgan Razzon amaki kutib oldi. Ishi sababli 1955-yilda oilasi bilan Germaniyaga ko'chib kelgan ekan. Istanbulda ham bitta uyi bor. 6 oy Turkiyada, 6 oy Germaniyada yashaydi. Frankfurtda mashinada taxminan 2 soatlik yo'l yurganimizdan keyin Saarbruken shahriga keldik. Bu Germaniyadagi eng katta shaharlardan biri. Razzon amaki bir hafta davomida bizni uyida mehmon qildi. O'zi va oilasi tufayli bizga yot bo'lgan bu shaharda o'zimizni begonadek his qilmadik. Men davolanishim kerak bo'lgan shifoxonaga yaqin joydan ijaraga uy oldik. Keyin shu yerga ko'chib o'tdik. Me'morlik bo'limini tugatganim uchun diqqatimni Germaniyaning me'morchiligi tortdi. Bu yerda gotika, klassika va barokko me'morchiligining eng go'zal namunalarini ko'rish mumkin. Uylar katta-katta tomli bo'lib, ko'pchiligida yerto'lalar ham bor. Uy egalari ortiqcha ashyolarini yerto'laga qo'yishar ekan. Bizda esa bu kabi narsalar tom osti qavatimizga joylanadi. Bu yerda esa tom osti qavat asosan yotoqxona sifatida foydalaniladi. Men ham shunday xonalarning biriga joylashdim. Yuklarimni tepa qavatga tashidim. Oyim va dadam esa yon tomondagi xonaga joylashishdi. Modomiki shu yergacha kelgan ekanmiz, ozgina bo'lsa ham foydasi tegib qolar degan nemis tilini o'rgana boshladim. Ilk o'rganganim Leberkrebs so'zi bo'lib, u jigar saratoni degani edi. Oldiniga turkcha nemischa lug'at olib, uni varaqlay boshladim. Keyinchalik har kunlik qo'llaniladigan so'zlar va qisqa jumlalarni qurishni o'rgandim. Shifokorim bilan tanishdim. Ismi Shmidit. Akam topgan tarjimon hamroh bizga yo'l ko'rsatardi. Aytganlarimizning barini birma-bir tarjima qilib berardi. Butun muolajam davomida nimalarni boshdan kechirganimni aytib berdim. Tahlil natijalarimni berdim. Ularni ko'rgach, Turkiyadagi shifokorimning gaplarini aytdi. Siroz qismida rivojlanayotgan jigar saratoni tashxisi qo'yildi. Ustiga ustak kasallik avj olgan edi. Dorilarning ta'sir qilgan yoki qilmaganini bilish maqsadida 15 kun shifoxona nazoratida bo'lishim kerak edi. Oradan 2 oy o'tgach, doktor Shmidit bizni xonasiga chaqirdi. Tarjimon hamrohimiz bilan huzuriga bordik. Doktor gapirar ekan, so'zlarining ma'nosini ilg'ab olishga, ularni esda saqlab qolishga harakat qilardim. Uning nima deyishini ko'nglim sezib turardi. Vaqtni kechiktirmasdan kimyoviy terapiyani boshlashimiz zarur edi.
Shifokorim kimyoviy terapiya muolajasi vaqtida qo'llaniladigan usullarni, uning ta'sirini, nima bo'lsa barini tushuntirdi. Aynan o'sha vaqtda o'limga qadamma-qadam yetaklaydigan bedavo dardga chalinganimni anglab yetgandim. Saraton yengil kasallik emas. Illojoning bir parchasi seni hayotdan olib ketishga qodir edi. Psixologik tomondan ilk og'ir zarbani sochlaringni oldirib tashlashdan boshlaysan. Saratonga chalingan bemorning ko'tarinki kayfiyatida yurishi juda muhim. Sochlari bo'lmagan yoshgina bir qiz qanday xursand, quvnoq kayfiyatda yurishi mumkin. Oyimning menga dalda berishi tufayli bunga bazo'r rozi bo'lgan edim. Qizim, bilaman, bu sen uchun juda og'ir vaziyat. Biroq tuzalib ketganingda sochlaring yana qaytadan o'sib chiqadi. Oyi, bunday qilolmayman. Oldirib tashlashimiz shartmi? Bu vaqtinchalik xolos, qizim. Ba'zan yana ham yaxshi kunlar uchun qo'limizdagi ayrim go'zalliklarni qurbon qilishimizga to'g'ri keladi. Baxtli kunlarimiz uchun, oyi. Oyim bilan birga yaqindagi sartaroshxonaga borishga qaror qildik. Oyoqlarim oldinga emas, orqaga qarab tortardi. Ichkariga kirganimda bir tomonda bo'yalayotgan, narigi tomonda esa turmaklanayotgan sochlarni ko'rib turardim. Ichimdan kuyib turganimni sezilib qolmasin deb yuzimni teskari burdim. Chekka burchakdagi o'rindiqqa borib o'tirdim. Garchi navbat menga kelishini ich-ichimdan istamayotgan bo'lsam ham, galim kelishini jimgina kutdim. Ishchilardan biri biroz muddat onam bilan gaplashib turgach, men tomonga kela boshladi. Salom, ismim Emrah. Ona tilimizda gapirgani menga dalda berdi. Salom, meniki esa Ferya. Demak, sochingizni oldirishni istayapsiz? Xuddi biror ayb ish qilayotgandek uyalib, shunday dedim. Ajoyib, so'nggi paytlarda yoshlar orasida keng ommalashib, urfga kira boshlagan soch uslubini tanlabsiz. Albatta, jasorati borlargina shunday qaror qiladi. Onama, men yana ham xafa bo'lmasligim uchun sartaroshga bor gapni aytgan ko'rinadi. U ham xuddi ishonarli tarzda men bilan gaplashardi. Agar onamning u bilan pichirlashayotganiga ko'zim tushmaganda edi, uning gaplariga aniq ishongan bo'lardim. Sartarosh sochlarimni olish uchun qo'lida uskunasi bilan kelib, uni ishlatishni boshladi. Uskunaning ovozi meni shunchalik dahshatga solar ediki, o'zimni xuddi oldinlari qo'rquv nimaligini bilmagandek sezdim. Go'yoki qo'lida arra tutib, tanamni burdalab tashlaydigandek qo'rqardim. Ko'zlarimni yumib olgandim. Uskuna sochlarim orasida edi. 5 daqiqadan keyin ko'zlarimni ochganimda, ko'z yoshlarim tinmay oqa boshladi. Shu kunlarda o'zimni sochlarimsiz ahvolda tasavvur qilib yurgandim. Lekin hozirgidek ahvolga tushishimni hech ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Kelmasimizdan oldin sumkamga bosh kiyim solib olgandim. Bu yerdan chiqishimiz bilan boshimga kiydim. Ko'chada ketar ekanmiz, xuddi hamma menga tikilib qarayotgandek tuyulardi. Tezda uyga yetib olishni istardim. Uyga kirar-kirmas darhol cho'milish xonasiga chopdim. Maqsadim dush qabul qilish emas, yolg'iz qolib ichimda meni yeb bitirgan azobni hayqiriq bilan yengishni istayotgandim. Eshikni qulflab oldim. Ko'zguda o'zim bilan yuzma-yuz kelgach, hayqirib yig'lay boshladim. Yig'layverib, ko'zlarim shishib ketganidan biroz muddat shu yerda o'tirdim. Ancha vaqt o'zimni oynada tomosha qildim. O'sha jigarrang sochli, nozik qarashli, ochiq chehrali qizdan asar ham qolmadi. Buni qabul qilishga urindim. O'sha kundan ulg'ayganimni his qila boshladim. Qirmizi bosh kiyimimni kiygancha Sarbruk keng ko'chalarini kezdim. Shifoxonada bir qiz bilan do'stlashdim. Ismi Sarah. U bir oyog'idan ajralgan, yassama oyoqda yurar ekan. Sochlarimni yo'qotib, kuyinganimni ko'rgach, menga sun'iy ulama soch sovg'a qildi. Unchalik tabiiy ko'rinmasa ham, har qalay bir amaliyotgan edim. 23 yoshda bo'lsam ham, ulama sochlar meni yana 5 yosh kattaroq qilib ko'rsatardi. U yerda faqatgina Sara bilan dugona edim. Shifoxonada ozgina muddat qolib, keyin qaytamiz deb o'ylaganim uchundir balki. Bir kuni u meni uyiga taklif qildi. Xuddi qasr kabi shohona uyi bor ekan. Oilasi bilan tanishtirdi. Yaqinlari juda xushmuomala insonlar edi. Dinimiz, tilimiz,
Hatto uyqumizda qanchalik tafovut bo'lmasin, u bilan qalban juda yaqin bo'lib qoldik. Sara menga xonasini ko'rsatdi. Kichkinaligidan o'yinchog'i ko'p, hammasini asrab qo'ygan ekan va yana pianinosi ham bo'lib, chalishni yaxshi ko'rarkan. Uni yaxshi chalar ekan. O'rindig'iga o'tirib nimadirlarni chalishni boshladi. Menimcha, u Betxovenning Oy nuri nomli sonatasi edi. Uzun va nozik barmoqlari klavishlarni ohista silab o'tardiki, kuyni eshitib to'ymasdim. Bir oyoqsiz qiz barmoqlarining g'ayrioddiy kuchi bilan barini uddalayapti. Sarani nogiron deyishardi. Aslida unday emas. Sog'lig'ida hech qanday muammosi bo'lmagan holda qalbi va vijdoni majruh insonlar bor ekan, u aslo nogiron emas edi. U musiqani maromiga yetkazib chalar ekan, ko'zlarim bir onda yoshga to'ldi. O'sha kunlarda Sara menga dalda, yelkadosh bo'ldi. O'zining tuzalib ketishini qanchalik istasa, men uchun ham xuddi shunchalik kuyinardi. Uning katta kutubxonasi bor ekan. Kitoblarni ko'zdan kechirar ekanman, ko'zim bitta fotosuratga tushdi. Sevgan yigitining rasmi ekan. Ko'zlari yoshga to'lib gapirib berdi. Avtohalokatdan keyin oyoqlaridan ajralib, yasama oyoq taqishganidan keyin yigit uni tashlab ketibdi. Qanchalik ayanchli holat-a? Aslini olsak, istalgan vaqt har birimizning boshimizga falokat tushishi mumkin. Axir hayot oldin to'rt mudchasi zog' bo'lib, keyin nogironga aylanib qolgan insonlarga to'la-ku. Kim biladi, balki bizning ham boshimizga bundan battari tushishi mumkin. Dorilar ta'sirida oldingiga qaraganda tezda charchab, holdan toyadigan bo'lib qoldim. Shifokor menga kun davomida dam olib turishimni, o'zimni urintirib qo'ymasligim kerakligini ta'kidlagandi. Biroq men bularga unchalik ham amal qilmas edim. Chunki har bir onim juda qadrli. Har bir daqiqamdan zavqlanib yashashga harakat qilardim. Vaholanki bu kunlarni takror yashash imkoniga ega emas edim. Vaqt o'tishi bilan muolajamning keyingi bosqichiga ham yetib keldik. Vena tomirlarim yo'langan naycha va ignalar bora-bora tanamda yaralar hosil qila boshladi. Juda ham og'riqli va o'tkir dorilardan yuragim jizillaydigan bo'lib qolgan. Oradan bir zumda 3 yil o'tib ketibdi. Nemis tilida o'zim xohlagan darajada gaplashadigan bo'ldim-u, ammo kasalim yana ham zo'rayib borardi. Muolajalar naf bermaydigan holatga yetib qoldim. Keyinchalik akamning qaysarligi bilan ortga qaytdik. Ichimdagi g'alati tuyg'u samolyot chayqalishni boshlagani sari tobora ortib borar. Bunga sabab esa bolalik xotiralarimga, ya'ni Istanbulga borib ketish hayajoni va qo'rquvi edi. Oyimning ko'z yoshlari parvoz davomida umuman tinmadi. Menga sezdirmaslikka uringani bilan uddasidan chiqa olmadi. Chunki doim men uchun xavotirlanardi. Dadam esa kuchli edi. Yoki o'zini shunday ko'rsatar edi. Hademay Istanbul Sabiha Gökçen aeroportiga kelib qo'ndik. Hamma shosha-pisha jomadonlarni topishga kirishib ketdi. Insonlar ehtiyoji yo'q paytlarda shoshqin va sarosimada bo'lishlari menga doim g'alati tuyulgan. Men esa o'tirgan joyimda avj olib ketgan talatupning susayishini kutib, xayolga tolibman. Bu shahardan ketayotganimda oz bo'lsa ham tuzalish ilinjim bor edi. Hozir esa yana shu yerga yangicha umidlar bilan qaytib keldim. Biroq oradagi farq shundaki, umidim tobora so'nib borayotgandi. Shu ilinj va istaklarim so'nsa, men ham bu hayot zarvaraqlaridan o'chib ketardim. Qo'l sumkalarini olgan insonlar endi pasport nazorati uchun orqada qolmaslikka yangi bir marafonni boshlab yuborishdi. Men ham yuqorida turgan narsalarimni dadamning yordami bilan oldim. Samolyotdan tushishga haqirib turardim. Yangi boshlanadigan voqealar doim meni qo'rqitardi. Biroq bu menga yangi safarimning so'nggi bekatidek tuyulardi. Samolyot bortidan tushishim bilan yengil tortdim. O'zimni xuddi umuman chet elga ketmagan, o'sha yomon kunlarni boshimdan o'tkazmagandek his qildim. Istanbuldagi go'zal damlarim xuddi kelgan joydan yana davom etayotgandek edi. Tushuncha va o'y-xayollarim doim bir-biriga zid. Arzimas zarra ulkan umidlar berar ekan, kutilmaganda kichik sabablar bilan umidsizlikka tushib qoladigan bo'ldim.
Kunlar o'tishi bilan meni hayotga bog'lab turgan umidlarim birin-ketin so'nib borardi. Nihoyat pasport nazoratida bizning navbatimiz keldi. Biroz avvalgi bir-birini bosib, yanchib yugurayotganlar ham bu yerga kelganda jimgina o'z navbatini kutib turar, shosha-pisha yugurganlari bekor ketgandi. Insonlar shoshqaloqligining sababi o'ta muhim ishlari borligidan emas, balki shu hayotda hammadan oldingi navbatlarda turish edi. Dadam va oyim yuklarimizni olish uchun kutib turishar, men esa atrofda yelib yugurayotganlarni tomosha qilardim. Hammada bir xil harakat. Jomadonini olsa-yu, yaqin insonlari tomon chopsa. Kimdir oilasi, kimdir esa sevgani, yana kimdir do'stlari bilan diydor ko'rishish hayajonini tuyardi. Qiziq, bu odamlar orasida mendeklar ham bormikin, deb o'ylab qoldim. Xuddi mendek xayollari yarim qolgan. Dadam meni chaqiryapti. Xayollarim chalg'ib ketdi. Ferya, yura qol qizim. Bizni kim kutib olishini taxmin qildim. Akam, xolam va tog'am. Katta ehtimol bilan hammalari kelishgan bo'lsa kerak. O'zimni tartibga keltirdim. Ularga kuchli bo'lib ko'rinishni istayman. Og'ir va kuchli dorilar ta'sirida jussam cho'kib qolgan. Meni tanigan va tanimagan odamlar menga va menikidek kasallikka chalingan insonlarga kuyinishadi. Biroq ularning achinib qarashlari meni ezadi. 23 yoshimda boshlagan davolanishim meni anchagina toliqtirgan. Oilam uchun qo'limdan kelganini qilishga tayyor edim. Ularning xafa bo'lishlariga chiday olmasdim. Albatta umidim qolmagan bo'lsa ham o'zim uchun kurashishga majbur edim. Ruhan va jismonan butunlay o'zgarib ketgandim. Har doim xushchaqchaq, hayotni jiddiy qabul qilmaydigan uyimizning erka va tantiq qizi edim. Yuzimga toshgan kichkina husnbuzar ham men uchun katta muammodek tuyulardi. Shu onda oldingi go'zalligim va erkatoyligimdan asar ham qolmagandi. Sochlarim, kipriklarim to'kildi. Juda ham sevimli, tarashga ham ko'z qiymagan sochlarim endi yo'q. Ko'p vazn yo'qotganimdan yuzim ham so'lib qolgan. Ularning deyarli ahamiyati yo'q. Eng asosiysi ruhim toliqqandi. Chiqish eshigi tomon yaqinlashar ekanmiz. Gavjumlikda meni kutib turgan qora ko'zlarni ko'rib, xursandligim ichimga sig'madi. Taxmin qilganimdek, hamma shu yerda. Akamning boldek shirin bir qiz va bir o'g'il farzandlari bor. U vaqt topdi deguncha biznikiga mehmonga keladi. Semih akam va rafiqasi Sena yangam meni hech ham yolg'iz qoldirishmagan. Juda ham sog'ingan ekanman. Tobim yo'qligi uchun shifokor menga himoyalovchi ust-bosh kiyishimni va iloji boricha yaqinlarim bilan kamroq muloqotda bo'lishim kerakligini ta'kidlagandi. Shuning uchun hech kim bilan quchoqlasha olmadim. Biroq hamma ko'zlar menga qaragandi. Mashinaga mindik. Akam ham meni juda sog'ingan ekan. Xo'sh, Ferya, ahvollaring qanday? Ko'rinishing juda yaxshi. Ko'rib turganingizdek, hammasi joyida, aka. Albatta joyida bo'ladi. Sen axir kuchli qizsan. Yo'q, men kuchli qiz emasman. Hech kim hayotga keliboq o'z-o'zidan kuchli bo'lib qolmaydi. Hayotning qiyinchiliklari bilan yuzma-yuz kelgach, matonatli bo'lishni o'rganishdan boshqa choramiz yo'q. Menda hammasi yaxshi, xavotir olmang. Yana ham tuzalib ketish uchun keldim. Ancha yo'l yurdik. Bolalarni juda ham sog'ingan ekanman. Mashinada ketayotib ular bilan o'ynadik. Ashulalar aytdik. Jon-jigarlarim mensiz katta bo'lib qolishgan edi. Bora-bora tez charchab qolayotganim uchun ular bilan xohlaganimcha o'ynab, vaqt o'tkaza olmagandim. Uyga borganimizda soat 6:30dan o'tgan edi. Mashinadan tushdim. Aprel oyining boshlari bo'lgani uchun havo isiy boshlagan, tuproq hididan kunori yomg'ir yog'ib turgani sezilardi. Germaniyada 3 yil vaqt o'tkazganimdan keyin ilk marotaba ichimni to'ldirib nafas olganimni his qildim. U yerlarning quyosh ko'rmas bulutli havosi tushkun kayfiyatimni battar tushirar edi. Yo'l yurish bizni, eng ko'p meni juda charchatgan. Uyga tezroq kirishni, dam olishni istardim. Uyimizning eshigi ochilar-ochilmas, undan taralgan mazali taomlar hidi bizni qarshi oldi. Uydagi yordamchimiz Zahro xola bizdan oldin kelib, uyni saranjom sarishta qilibdi.
lazzatli ovqatlar tayyorlab bizni kutayotgan ekan. Faryod asari. Ikkinchi qism. Voy 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 voy, mening qo'zichog'im kelibdi, dedi va ko'zlari yoshga to'lsa ham buni ko'rishimni istamay, Zahro xolaning ko'zlari doim mungli edi. Men bir narsaga hayron qolardim. Ko'zlari bunchalar mungli bo'lishiga qaramay, ayni vaqtda jilmayib, tabassum qilib turishni qanday uddalardi, tushuna olmasdim. Uning hammadan ajralib turishining siri ham ana shunda edi. Xush ko'rdik, To'ntish xola. Sizni juda ham sog'inib ketgandim, degan uni quchoqlab, qitiqlay ketdim. Ko'z yoshlari hali qurib ulgurmasdan kula boshlagandi. Unday qilma, Ferya, to'xtasangchi. Unda boshqa yig'laganingizni ko'rmay, To'ntish xola. Alloh yetkazganiga shukr, sen uchun eng yaxshi ko'rgan ovqatlaringni pishirib qo'ydim. Men siz tayyorlagan har bir taomni yaxshi ko'raman. Qani, nimalar pishirdingiz o'zi? Nima pishirmadingiz deb so'ragin. Chuchvaralar, uzum bargidan tok oshi, qiymali kotlet va sevimli yong'oqli pirogingni ham pishirganman. Ovqatlarimni sog'ingandirsan. U yerning taomlarini yeyaverib, holmador ham qolmabdi senda, qizim. Endi shu yerdaman. Oh, qizalog'im, sen kelding-ku, menga shuning o'zi yetadi. Men senga har kuni sevgan ovqatlaringni pishirib beraman. Sen istasang bo'lgani. Siz ham uyingizga xush kelibsiz, Mehmetbey, Barno xonim. Xushvaqt bo'ling, Zahro xonim. Men oyinglarga ko'maklashay, tezda kelaman, qo'zichog'im. Menga tabassum qildi-da, uy kiraverishda turgan yuklarimizni ichkariga ola boshladi. Oyimlar bilan ham hol-ahvol so'rashni kechiktirmadi. Keyin oyim bilan birga jomadonlarni xonalarga joylashtirgani ketishdi. Uyimizni sog'inganimdan atrofni aylana boshladim. Mehmonxona eshigidan turib hamma yoqqa razm tashladim. Uyimda menga yetishmayotgan huzur bordek xonam tomon yurdim. Xonam eshigini ochishim bilan ko'z yoshlarimni tutib tura olmadim. Har holda xonamni ko'rganim uchun emas, o'z dunyoyimda kuchli inson bo'lish majburiyatini chetga surgan holda yig'lagandim. Atrofni aylana boshladim. Xonada oq yungli ikkita o'rindiq, o'rtacha kattalikdagi kulrang qahva stolim, oq choyshabli yotog'im va ashyolar bor edi. O'z qo'lim bilan devorga ilgan bitiruv kechasi rasmlarimga ko'zim tushdi. Bari men qanday qoldirib ketgan bo'lsam, shundayligicha turganiga qaramasdan, men uchun bular xuddi yangidek ko'rinardi. O'zim niyat qilgan kasb egasi bo'lishim uchun uyquni chetga surib dars tayyorlagan kechalarim ko'z oldimda birma-bir gavdalandi. O'sha payt men uchun muhim bo'lgan bu kasbning hozir zarracha ahamiyati yo'q. Butun maqsadlarim, sa'y-harakatlarim ulkan xom xayolga aylangan edi. Universitetning me'morchilik bo'limini tugatganman. Ilm olish o'z nomi bilan oson bo'lmasa ham, fanlar orasida boshlang'ich dizaynerlik darsini juda yaxshi ko'rardim. Yangi loyihalar yaratish, jonsiz narsalarga o'z mahoratim, qobiliyatim, dizaynerlik ishlarim orqali go'zallik baxsh etish mening kasbim bo'lishi kerak edi. Qavat-qavat binolar yaratuvchisi emas, tabiatga do'st, uning ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi me'mor bo'lishni maqsad qilgandim. Biroq bu xayollarimning bari yarim qoldi. Niyat qilgan o'sha loyihalarimni amalga oshira olarmikinman? Qaniydi bularning bari tush bo'lsa-yu, bu kunlar boshimga tushmasa edi. Kelajaging haqida xayol qurolmaslik, orzu qilolmaslik ayanchli tuyg'u ekanligini angladim. Endi o'zimni, dardlarimni va bundan keyin nima bo'lishini o'ylashdan ham ko'proq oilam uchun kuyinardim. Bu kurashimda hammadan ham ko'proq ular parcha-parcha bo'lishdi. Qo'llaridan nima kelsa, barini qilgan bo'lishlariga qaramasdan, menda tuzalish alomatlarida o'zgarish bo'lmasligi ularni yanada ranjitar edi. Ko'z qorachig'idek asrab avaylagan qizlari ko'z o'ngilarida so'lib borardi. Qanchalik kuchli bo'lishmasin, hech qaysi ota-onaning o'z dilbandini yo'qotishga bardoshi yetmaydi. Mening ham dadam, oyim bu ehtimoldan uzoq. Aslo umid uzishmadi. Harakat qilishdan, kurashishdan bir on bo'lsin voz kechishmadi. Ularning umidi va yupanchi bo'lmaganida edi, men allaqachon yengilgan, bariga qo'l siltagan bo'lardim.
Juda charchagandim. Shundoq ham holdan toygan vujudimni yo'l yurish bilan yana ham toliqtirib qo'yibman. Ozib ketgan tanam horg'inlikka majoli yetmadi. O'zimni yotog'imga tashladimu ko'zlarimni yumgancha uyquga ketdim. Qancha uxlaganimni bilmayman. Oyimning tovushidan uyg'onib ketdim. Yotoq chekkasida o'tirib boshimni silardi. Qani qizim, dush qabul qilib ol. Ancha o'zingga kelasan. Ko'zlarimni bazo'r ochdim. Oyimning huzurbaxsh ovozini ta'riflab bo'lmasdi. Biroz uyquga tolibman oyi. Haqsiz. Dush qabul qilsam ancha yengil tortaman. Balki senga yordamlasharman. Nima deding? Oyimga jilmaygancha dedim. Ko'rinishim shunchalik yomonmi oyi? Yo'q, unday emas. Farishtam, yo'ldan charchab kelgansan deya aytgandim. Oyijon, xavotir olmang. O'zim hammasini eplayman. Sekin-sekin cho'milaman. Siz ham toliqqan ko'rinasiz. Siz ham ozgina dam olsangiz bo'lardi. Mayli qizim, sen nima desang shu. Dushdan keyin kechki ovqatga tush. Cho'milib olgach o'zimni ancha yaxshi his qildim. Kechki ovqat uchun Zahro xolam dasturxonni bir-biridan lazzatli yeguliklar bilan to'ldirib tashlabdi. Taomlardan tarilayotgan shirin hidlar atrofga yoyilib ketgan. Qornim ham tatalab ketgan. Zahro xolamning ovqatlarini avvalgidek ishtaha bilan yeyishni istadim. Sog'lom ovqatlanish tarzi har bir inson organizmi uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Ammo men kabi kimyoviy terapiya olgan kishilar uchun bundan ham muhimi hayotda yashab qolish masalasi edi. Ozuqaviy qiymati yuqori taomlar iste'mol qilishim va vazn muvozanatimni saqlashim zarur edi. Kimyoviy terapiya olish jarayonida yegan eng lazzatli taomingiz ham dunyoning eng bemaza ta'mini his qildirar edi. O'zimning sevimli shokoladli shirinliklarimni yeyishni ham istamasdim. Ko'p vazn yo'qotganim sababli ovqatlanishimda muammo yo'q edi. Aksincha, shifokorim ko'proq tanovul qilishim kerakligini aytardi. Oilaviy dasturxon atrofiga yig'ildik. Ovqatlardan tatib ko'rishdi gul, ularning hidi ham meni bezovta qildi. Vaqtida vaznim ortib ketadi deb qiyo boqmagan o'sha lazzat baxsh taomlarni endi istasam ham yeya olmayotgan edim. Oldingi vaznimga qaytish uchun bir kunda 5-6 mahal ovqatlanishga harakat qilardim. Tezda to'yib qolmasligim uchun og'irroq ovqatlar yemaslikni eslatishardi. Shunday qilib zo'rg'a 1-2 luqma yeya oldim. Biznikilar ham ovqatlanib bo'lgan, mavzu yana menga taqalishini sezib turibman. Shifoxona, muolaja, davolanish kabi so'zlar qulog'imga yoqmaydi. Ovqat yeb bo'lingach, akam gap boshladi. Ferya, go'zal singlim, bilasan, bu sen uchun ham, biz uchun ham yangi umid eshiklarini ochuvchi qadam bo'ladi. Yangi umid so'zi qanchalik og'ir tuyulmasin, akamning so'zlarini bo'lmasdan tingladim. Shifokor bilan gaplashdim. Ertaga bizni kutadi. Ertagami? Yana shifokor, shifoxona masalasi ko'ndalang qo'yilishini bilgandim. Zota bu yerdaligim sababi ham aynan shu edi. Hech bo'lmasa bir necha kunga bo'lsa ham shifoxonalar muhitidan uzoqroq turishni va biroz bo'lsa ham esdan chiqarishni istayotgandim. Ha azizam, biz buni gaplashib olgandik. Shunaqa kuya faqat bir necha kun keyinga qoldirishimiz mumkin-ku. Shuni keyinga qoldiraylik aka. Agar ertadan qoldiradigan bo'lsak, keyingi navbatni qachonga olishimiz aniq emas. Xavotir olma. Faqatgina ko'rik va gaplashish uchun borib kelamiz. Vaziyatga qarab, sen qanday xohlasang, shu zaylda davom ettiramiz. Akam tish shifokori. U ham sog'liqni saqlash sohasi mutaxassisi edi. Germaniyada olgan muolajam naf bermaganini anglagach, keng qamrovli izlanishlar qilgandi. Ancha vaqtdan beri meni Istanbulda davolanishga ko'ndirishga urinardi. Men esa yana barini boshdan boshlashni istamasdim. Germaniyadagi doktor ham xalqaro darajadagi unvon egasi, tuzalib ketgan yuzlab bemorlari bor edi. Agar tuzaladigan bo'lsam, shu yerda ham tuzalib ketgan bo'lardim. Chunki shifoxonadalik paytimda meniki bilan bir xil turdagi kasallikka chalingan, hatto mendan bitta bosqich keyingi bemorlar ham tuzalib ketgan,
hayotlarini kelgan joyidan davom ettirishni boshlashgandi. Mening ahvolim esa yaxshilanish o'rniga kun sayin avj olib boraverdi. Istanbulga qaytishga rozi bo'lishimning yagona sababi esa davolanish yana biz kutgan natijani bermasa, o'z ona shahrimda jon bermoqlik istagi edi. Mayli aka, faqat unchalik ham umid bog'lamaylik. Sizlarni yana xafa qilishni xohlamayman. Shunday deb o'ylab voz kechadigan bo'lsang, bizni shu ishing ko'proq xafa qiladi. Tushunarli aka. Demak, ertaga ertalab soat 10lar atrofida ketamiz. Kelishdik. Shungacha tayyor bo'laman. Biroz charchadim shekilli. Ruxsatingiz bilan borib ozgina dam olsam. Mayli, sen dam ol. Biz ham endi boraylik. Bolalarning ham uyqusi keldi. Akamlar bizning uydan 10 kilometrcha uzoqlikda yashashardi. Akam ham, yangam ham moddiy tarafdan doim menga ko'maklashgan. Faqatgina bemorligimda emas, hayotim davomida doim menga dastak bo'lib kelishgan. Biror xatoga yo'l qo'ysam, oldiniga uni o'zim anglab yetishimga undashar. Qilgan ishimni kimdir bilib qolmasdan uning oldini olishga urinishardi. Dadam me'mor bo'lgani uchun bu kasb ayollarga xos emas deb bilardi. U ham xuddi akamdek sog'liqni saqlash sohasi vakili bo'lishimni istardi. Mening orzum esa dadamdek o'z kasbining ustasi, me'mor bo'lish edi. Akam esa mening bu istagimni doim qo'llab-quvvatlab kelgan. Bir marta akamga "Sizni qanday rozi qila olaman?" degandim. "Bu nima deganing azizam? Sen tuzalib ketsang bo'ldi", degan akam. Ular ketishgach, Zahro xolaning o'g'li Xoqon oyisini olib ketish uchun keldi. Yuqoriga chiqib, hol-ahvol so'rashgach, uyga ketish uchun ruxsat so'rashdi. Ular ham ketgach, oyim va dadam bilan yolg'iz qoldik. Dadam menga qarab, "Bora qol, yaxshi dam ol, qizim. Ertaga sen bilan shifoxonaga boramiz. Ertalab kuchga to'lib uyg'onasan. Oldimizda qiyin kunlar bor. Biz ham kuchli bo'laylikki, bu kunlarni birga yengib o'taylik." "Yo'q dadajon, sizlar bormanglar. Akam bilan shunday qarorga keldik. Boshqa kimdir bo'lishini istamayman." "Shunaqasi ham bo'larkanmi? Albatta biz ham yoningda turamiz." "Borishingizning hojati yo'q. Shusiz ham charchagansizlar. Uyda qo'l qovushtirib o'tira olmaymiz." "Mayli dada, siz nima desangiz shu." Dadam nimadir demoqchidek, ammo ayta olmayotgandek tuyuldi. Orqamga o'girildim. "Dada, tuzukmisiz?" "Haligi, ha, yaxshiman qizim. Ichkariga kirishni istaysizmi? Ota qiz dardlashar edik. Nima deysiz?" Ikkimiz ham yotog'im ustiga o'tirdik. Dadam gapirishga qiynaldi. Nihoyat so'z boshladi. "Feriya, go'zal qizim, senga juda ham qiyin ekanligini bilaman. Lekin Allohning sinovi ekan. Sendek yana minglab insonlar bor bu hayotda. Ertaga shifokor huzuriga boramiz. Ikkimiz ham doktorning nima deyishini ozmi ko'pmi taxmin qilyapmiz. Sendan o'zingni qo'lga olishingni, har doim kuchli bo'lishingni, yiqilmasligingni va umidingni yo'qotmasligingni istayman. Bu xastalikni yenggan insonlar haqida o'yla. Men biron bo'lsin umidimni uzmadim, dada. Bilaman, go'zal qizim, sening qanday matonatli qiz ekanligingni, doim kurashishingni bilaman. Germaniyada davolanish biz kutgandek omadli bo'lmadi. Bu shifokor bizga qanday muolaja qo'llashini bilmaymiz. To'g'ri, oson kechmaydi, lekin biz barining uddasidan chiqamiz." Unga jilmayib qarab qo'ydim. "Bilaman, dada. Endi sochlarim uchun ham o'ksinmay qo'yganman. Yana o'sib chiqar. Sizga so'z beraman, dada. Hali tuzalib ketaman. Faqat siz kuyinmang. Aytganingizdek, jigari saratoni bilan kurashib tuzalgan insonlar qancha. Yengib o'ta olmayman degan gap yo'q. Inson harakat qilsa, hammasiga erishadi. O'lim yo'q, dada." O'lim so'zini eshitgach, ko'zlariga yosh keldi. Lablari qaltiradi. Qo'limni tutdi va shunday dedi. "Shunday, albatta qizim. Xayrli tun, dada." Ko'zlarimni ochganimda soat 7dan o'tgan edi. Tuni bilan bir necha marta uyg'onganim uchun ertalab barvaqt turdim. Derazamning pardasini ochib, chuqur nafas tortdim. Toza havo o'pkamni to'ldirganini his qildim.
Yuz-qo'limni yuvdim. Ustimga onam tanlab bergan rang-barang gulli ko'ylagimni kiydim. Buni oyim bahorni eslatib tursin deb tanlaganlar. Libosdagi gullar biroz chehramni ham ochardi. Pastdan ovozlar kela boshladi. Zinapoyalardan asta-sekin qo'rqa-qo'rqa tusha boshladim. Dadam bilan oyim nonushta uchun chiroyli qilib dasturxon bezatishgan ekan. Dadam eski xotiralarimizdan gapira ketdi. Juda ham omadli. Hozir esa nafaqadagi me'mor edi u. Ishdagi oshna-yu hamkasblarini va qilgan ishlarini aytib berib charchamas edi. Doim undan o'rnak olardim. Boshda qanchalik qarshilik qilmasin, baribir me'mor bo'lishdek ishtiyoqim va qarorim sababchisi dadam bo'lgan. Hozir shu yerda nonushta qilib o'tirib, uning tilidan yangi bir sarguzashtni eshitishga shay turgandim. Dadam oyim bilan ish yuzasidan tanishib qolishgan ekan. Oyimning kasbi xaritashunoslik muhandisi. Dadam oyimni birinchi ko'rganda yoqtirib qolgan. Bu ayol mening kelajakdagi turmush o'rtog'im bo'lishi kerak degan ekan. Oyimning yoshlikdagi suratlarini ko'rsangiz bormi? Dadamning didiga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. U jingalak sochlari, tabassumli chehrasi bilan dadamning e'tiborini tortgan. Biroq oyim bu ishqiy mojarolarni dadamga o'xshab og'izdan bol tomib so'zlab berishni hech ham xushlamas edi. Balki men ham dadangizga oshiq bo'lganman deyishdan tortinar edi. Dadang meni sevgan, men esa uning menga oshiqligini sevganman, derdi. Hash-pash deguncha turmush qurishgan. Oradan ancha yil o'tgan bo'lishiga qaramay, dadamning muhabbati hanuz so'nmagan. Deyarli har kun, ajabo, men qanday yaxshi ish qildimki, sendek ayol bilan bir yostiqqa bosh qo'yishdek mukofotga loyiq ko'rildim, derdi. Akam va men juda omadli farzandlarmiz. Ularning baxtli va ishqqa to'la turmushlari ostida biz ham sevgi va muhabbatning oilada katta ahamiyatga ega ekanligini anglab katta bo'ldik. Xuddi ularnikidek oilam, turmushim bo'lishini orzu qilaman. Bir-birini shunchalik qattiq sevishadiki, havas qilmaslik mumkin emas. Shu payt akam ham keldi. Hammamiz birga nonushta qilgandan keyin yangi umid qurshovida shifoxona tomon yo'l oldik. Uyimizdan taxminan 30 kilometr uzoqlikdagi shifoxonaga yo'ldagi tirbandlik sabab vaqtidan biroz kechroq yetib bordik. Yo'l davomida ichimdagi tuyg'ular soniyasiga o'zgarar ediki, aynan nimani his qilayotganimni o'zim ham bilmas edim. Umid va qayg'u, kuch va zaiflik, yana shunga o'xshash tuyg'ular ichimni chulg'ab olgandi. Juda ham ishonmasligim kerak edi. Chunki bu kurashda yana bir bor yengilishga kuchim qolmagan. Zarur choralarni qilar, faqat bundan katta umidlar kutmasligim kerak edi. Juda qo'rqayotgan bo'lsam ham buni oilamdagilarga sezdirmaslikka urinardim. Shifoxonaga kelishimiz bilan asabiylasha boshladim. U yerning hidiga ko'nglim aynib ketdi. Yurish uchun oyimga suyanib oldim. Lift 2-qavatga ko'tarildik. Xona eshigida qora harflar bilan dotsent doktor Naim Chetinkaya deb yozib qo'yilgan. Akam oldinda eshikni taqillatgancha ichkariga kirdi. Naimbek bizni ko'rishi bilan o'rnidan turib, kiborlardek kutib oldi. Marhamat, xush kelibsiz. Men ham sizlarni kutib turgandim. Xushvaqt bo'ling Naimbek, bu singlim Ferya, deya bizni tanishtirdi. Tabassum qilgancha qo'l berib salomlashdik. Ancha vaqtdan beri hech kim menga bunchalar achinib qaramagan edi. Shu paytda o'zimni juda nochor his qildim. Doktor 45 yoshlarda, o'rta vaznli, dumaloq, jigarrang ko'zli inson edi. Biroz suhbatlashdik. Men Germaniyada nimalar qilganim, menga qanday muolaja qo'llashgani, qabul qilgan dorilarim, tahlil va natijalarim, kimyoviy terapiya jarayoni hammasini aytib berdim. Men bilan ochiqcha gaplashganidan mamnun bo'ldim. Jigar saratonini davolashning bir necha xil usullari bor. Faqat bularning ichidan menga mos bo'lganini qo'llash kerak edi. Doktor har qadamda birga qaror qabul qilishimiz kerakligini uqtirdi. Oldin bir marta kimyoviy terapiya qabul qilganim uchun bu usulni maslahat bermadi. Bu esa meni xursand qildi. Endi o'sa boshlagan sochlarim yana to'kilmaydi. Bizni murakkab davolanish jarayoni kutmoqda, Ferya. Biz bunga oldindan tayyor turishimiz kerak. Seni takror ko'rikdan o'tkazamiz.
Shunga ko'ra keyin nima qilishimiz kerakligini gaplashib olamiz. Undan keyin barcha kerakli tahlillarni boshdan olishimiz lozim. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor. Videoga layk bosib, obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.